Sizning maqsadingiz 6 kubik pressmi 2026da? Ko'plab odamlar bu maqsadni o'tgan yili ham qo'yishgan edi, lekin natija bo'lmadi. Harakat qilib ko'rmaganligi uchun emas, balki buni noto'g'ri qilgani uchundir. Kim o'ylabdi deysiz? Prisedaniya va shtanga ko'tarishlarni o'zi yetarli emasligini. Agar presslaringiz o'sishini xohlasangiz, qorning har bir qismiga ishlaydigan mashg'ulot kerak. Bugun sizga aynan shunday mashg'ulot bor. Atagi 8 minut. Hech qanday jihozlarsiz. Qorinning har bir qismiga ishlash mumkin va buni har bir odam qila oladi. Va buni har kuni qilish mumkin. Va aynan shu narsa doimiylikni oshiradi va natijani tezlashtiradi. Agarda siz buni bir marta har kuni qilsangiz yoki ora kunda hafta davomida 2026-yilda siz albatta juda katta natijalar ko'rasiz. Bu mashg'ulotda 3 xil taymer bor. Boshlang'ichlar uchun 30 soniya mashq, 30 soniya dam. O'rta darajadagilar uchun 40 soniya mashq, 20 soniya dam